Bu men olishim mumkin bo'lgan eng randomli videolardan bittasi bo'lishi mumkin. Hozir universitetimning kampusida o'tirib, 3 yil oldingi o'zimni eslayapman. Maktabga borib yurgan paytlarim, chet elda o'qish bu men uchun eng ilojsiz narsalardan bittasi edi. Negadir hayolimda hammani qo'lidan keladi, aynan meni qo'limdan kelmaydi degan narsa bo'lardi. Lekin bugun o'zim bilan faxrlanib shuni ayta olamanki, bugun Koreyada o'zim xohlagan universitetda va o'zim xohlagan sohalardan birida tahsil olyapman. Sizlarga ham shuni aytmoqchimanki, qachonki sizlar nimanidir boshlayotganingizda bu sizlar uchun imkonsiz, qiyin, ilojsiz narsadek bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin bu yolg'on. Va menga kelajakdagi hayotimda hali nimalarga erishishim, nimalar bo'lishi juda ham qiziq. Va eng muhimi, men endi orzu qilishdan qo'rqmayman. Chunki qachonki siz bir orzungizni amalga oshirganingizdan keyin go'yoki hamma narsa sizga oson bo'lib ko'rinishni boshlaydi va men buni qila olaman deb o'ylashni boshlaysiz. Shuni aytmoqchimanki, bu meni qo'limdan kelmaydi deb qo'rqmang. Shunchaki orzularingizga oxirigacha ishoning va harakat qiling. Sizlar bilan shu gaplarni bo'lishmoqchi edim. Hammaga xayr.